Salom do'stlar, sizlar bilan Shahar kanali. Xo'sh, Rodri va Ashraf Hakimi yangi Qatari agent kelgan. Xo'sh, biz eng muhimi klassik player ochamiz. Xo'sh. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh. Buni oldindan bilaman kimligini. Beckham jigarlar. Chunki mana statistikalari, mana ham bu bunaqa driflinglar faqat men Beckham deb yozib qo'ygan. 10-raqamga o'ynagan, Beckham tushgan 90 shoti bilan 94-yil prime davrlari. Bizlarga Dennis Beckham tushdi. Sizlar bilan Shahar kanali bo'ldi jigarlar. Xo'sh, buni o'yinga qo'yib ko'ramiz Beckhamni. Beckham qayerga ketib qoldi? Mana ketib qoldi. Beckham bu yoqqa qo'yamiz. Va buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Cristiano. Mana ikkita bo'ldi va buni bitta kuchaytirib yuboramiz. Bo'lsin kerak yo'q. Yoki Rodri yo'q. Ashraf olsam bo'ladi, lekin Rodri o'rta qanot o'yinchisi bo'lgan bilan 82 pushkasi, lekin Ashrafniki himoyachi bo'lgani bilan yarim himoyachi 84 pushkasi nimaga? Buni ochib yo menga kerak yo. Stadionni bitta kuchaytirib yuborsam ham bo'lar edi, lekin 45 dan bersam 4.500 ketargan 46 ga, lekin menga uncha pul yo'q. Sizlar bilan Shahar kanali bo'ldi. Obuna bo'lishni unutmang. Bizga Beckham tushdi.